Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshqa kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam Makam Abobur Egamirganov. Alashtirmasa ovozi bir like masasida sayr shamollarimiz og'am sroshni satmasak o'minda joylanadilar. Xudo xolasa kasallansak ham xudo xolasa biz xizmatdamiz. Agar bizlarga xizmat bo'lsa bemalol aytaverasiz. Sizlarga hozir arzon hovli joy qidirib yurgan og'alarimiz bo'lsa, video boshidan bir like bosinglar, men sizlarga hozir shunday joyni ko'rsatib o'taman. Hovli joy bo'ladi bo'lsa, uyg'ulab qo'ymaysiz. To'shni aylantiradigan bo'lsak. Yangi Xiva yo'li bo'ladi. Avaz o'tardan o'tgandan keyin sovxoz yo'li bo'ladi. Menimcha ko'pchilik biladi. Baliq soyoz desak hamma bilsa kerak. Bunda baliq idorasi bo'ladi. Mana o'shada bo'ladi ekan. Agarda yo'q arendani tushunmasangiz, og'ama aloqa chiqinglar, xudo xolasa o'zlarini ko'rsatamiz dedilar. Aytamiz Toshni arendadagilar endi men beriladi. Yaqinda video chiqarib ko'rmadim. Aholi yashab o'tiradi, do'stlar, ko'rdilaringiz katta yo'llar, bu taraflari bu tarafdan kelsangizlar yangi Xiva yo'lidan kelamiz bo'ladi. Bu tarafdan kelsangizlar Chiqirchi, arqa tarafda Pirnoxov tarafdan kelamiz bo'ladi. Menimcha adashmasam. Mana. Lekin katta havoli yerlar. Agarda mol boqaman desangizlar ham juft ekan, do'stlar, kenglik yerlar. Ko'chalarni endi alashtirsa, hozir yog'ish qorda shunday bo'lib turibdi. Aholi ko'p yerda yashab o'tiribdilar, do'stlar. Arqa tarafda mahalla bor, bu tarafda lekin bu yerda gaz yo'q. Lekin internetda uning narsalardan problema yo'q. Yana to'qam geneldan eldan kengina bog'i bor. Xudo xolasa, mashina yurzadan mesalaringiz ham yana. Umuman problema yo'q. Garaji bor. Yana xodot kelsam balki do'stlar, garajning orqa tomonida men oyisat qo'yib qo'yayman. Yangarak tuman Egrisolma mahallasi deydi. Baliqchi 2-berikda qo'yibdilar. Shunda birinchi joy bo'ladi ekan do'stlar. Bemalollar topchoqlari bor, xaros qo'yib urib o'tiraman desangizlar. Ovozni alashtirmaysan lekin do'stlar. Sarga sanlatibmiz. İçan tarafdan gösterdim bo'lsak. Demir darvozalar qo'ygan aynan İçan taraf gösteramiz. Bismillah. Girganimiz deyin. Kattagina shunday. Dolonli bo'ladi ekan do'stlar. Dolon ham zo'r. Yana oyoq kiyimiz pololadi. Mana sifatib tutilgan. Zo'r ekan lekin sharoitlari yomon emas. Polis yashasa bo'ladi. Bir pauza bosib qolamiz endi. Bu tarafda esa yana bir zolimiz bor. Masalan, qarindosh o'g'illarga vaqtda bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Ey Allohim. Endi bu yerni olib qo'ysangizlar ham zarar etmaydi bu do'stlar. Chunki sizlar ham mulk yo'q qoladi. Yana oboy bo'lib tayyorlab turibdi. Polisiya peshlar ham bor. Polni hammani qizdiradi do'stlar. Ko'rasiz. Antenachalar ham qoldirgan. Televizor nasibasiz shotchi bo'ladi. Qaranglar. Arqa tarafdan ko'rsatamiz. Do'stlar, bu tarafimizga keladigan bo'lsak, bu aramizda shunday evonchasi bor ekan. Ajoyib yana. Fon bo'ladi ekanda menlarimiz ham. Bu tarafdan shunday spanisi bor ekan. Qaranglar, peshlari bor. Zo'r. Elektromontajlar o'tgan. Bo'g'imizda shunday dahlizi bor ekan. Keyin peshi boyna. Ishqilib yashasa bo'ladi do'stlar. Arzon joy so'rab bilgan og'alarimiz videomizni jo'natib turaverasiz. Bir like emas, xudo xolasa. Mana. Aholi ko'p yerda yashab o'tiribdilar. Bo'zim yashamoqni ham o'ylamanglar. Yangarak Xiva yo'lidan tabii 2 kilometr girasiz degandan beri. Bo'lamiz yana qo'yasa bo'ladi degan. Bu narsalar qoladi endi gaz plitasini olib o'zlaridan yarasharsiz. Ya, montrasida sonuzeri. Aristoni qoladi, 100lik aristoni bor. Polisi ishlatib tutadilar. Vononlari boyina. Zo'r yashash sharoitlari bor ekan lekin do'stlar. Ko'rasiz. Orqa tomonga qarang endi. Ajoyib eshiklar qo'ygan, demir eshiklari. Mana. Lekin katta yer ekan beylar. Bog'ona qarang. Xlodobkalari, molxonalari orqa tarafda yana shunday bir xotlar bor ekan, ko'rsatamiz sizlarga. Zabor bo'lgan fihi havoli yerlar do'stlar. Hech narsadan problema yo'q. Mana. Ko'rasiz, mendan ko'rsatib berish, yoz tualetlari, molxonalari, bog'lari bor ekan, endi saqlashtirib beribsizlar. Buzaman desangizlar, ishqilib aytsa gap ko'p do'stlar. Har tarafdan to'xonlari yashab o'tirilgan joy, xullas. Qaranglar orqa tomonda. Mana. Bu ondan masalan yozda bir mollarni yarib qo'yadim. 5-8 yilda bo'ladi. Qo'y boqsangiz, qo'y boqaverasiz yana. Bir bolni bir zakritni yashab bersangizlar, qo'y boqmak ham zo'r. Yari qo'yasiz yana. Bunda Yapon ekan do'stlar. Suv keladi dedilar. Suv biradi meni. Yo'q desangizlar, bir yer kran ham qaqtirib bersangizlar bo'ladi. Hali bodram menimcha. Mana. Ko'rasiz do'stlar, dokumentimda umuman muammo yo'q dedilar.
Yangarıqda sapozda, balıq sayozda bo'ladi ekan. Menimcha shuningda boshqalsa kerak bellar. Endi bu ma'lumotlarni uy egasidan so'rab bilib olarsa, hozir endi borib ham bir so'raymiz sizlar uchun. Lekin keyingina tandirlari bor ekan do'stlar, qarang arqa tarafda. Bu yerni go'shtishadi yo'q. Ocaklari bor ekan, masalan, yaxshi kunda bir qo'shqarni so'yib berib, vaqti cho'rqlar bilan ketadi lekin. Ko'rarasizlar. Mana go'shtlar işte do'stlar. Og'a, nima mahallada aytiladi bu yer? Assalomu alaykum. Aytib berasizmi og'a? Bana gelsenize, go'stim ben sizde og'a. Ha, nima mahalla bu? Balıkçı mahallasi. Xalq tili bilan aytganda nima deb aytiladi? Balık sayyoz, Balık sayozda bo'ladi. Xudo xolasa videomizga bir like bosasizlar. Bahasini necha deymiz og'a? 155 milyon so'mdan kelishiladigan yeri bor. Agar shu bizdan aytsangiz, dokumentdan agar so'z. Dokumentlari bor. Turar joy bo'ladi do'stlar. Videomizni arzon hovliga kadar bilgan donishlara shunaqasi qo'yishdan chiqmasin, havoli texnikada bo'ladi. Hammaga rahmat, sog'lig'inglar, salomatinglar, ovozlashtirmaysan lekin do'stlar. Agar bizlarga xizmat bo'lsa, bemalol aytaverasizlar.